Assalomu alaykum ustozlar. Shifrlash usullari bo'yicha misollarni ko'rib o'tamiz. Olimpiada so'zini o'rin almashtirish usulida shifrlangan bo'lsa, shifrlangan matnni aniqlang. O'rin almashtirish usuli bu so'zning tarkibi o'zgarmaydi, faqat uning ichidagi harflarning joyi o'zgaradi. Bironta harf boshqa belgi qo'shilmaydi. Demak, bu yerda olimpiada so'zida 9 ta belgi bor ekan. 9 ta belgi. Endi uni 3 ga 3 jadvalga joylashtirib olamiz. Jadvalga joylashtirishda X o'qi bo'ylab joylashtirib, Y o'qi bo'ylab kodlangan matnni olamiz. Ya'ni O, L, M, P, E, A. Demak, endi buni Y o'qi bo'ylab, ya'ni vertikal bo'ylab yozib chiqamiz. Shifrlangan matnimiz tayyor. Javobimiz B variant ekan. O'rin almashtirish usulida shu orqali kodlashimiz mumkin. Shifrlashimiz. Navbatdagi misolimiz yaqinlashtirib olaylik. Ma'lum bir kodlash usulida redirection so'zi quyidagi ko'rinishda kodlangan bo'lsa, shu kodlash usulida mochanik so'zi qanday ko'rinishda kodlanadi? Demak, ma'lum kodlash usuli ekan buni. Birinchi harfimiz R harfi S ga almashyapti. Ya'ni R harfi S ga bir qadam o'ngga, keyingisi E harfimiz G ga almashyapti. Bu yerda E harfimiz K ga. Demak, 2 qadam o'ngga. J harfimiz M ga almashyapti. Bu yerda J harfi M ga. 3 qadam o'ngga. Va hokazo. Demak, o'zining o'rniga qarab, birinchi o'rinda turgan belgi bittaga almashyapti, ikkinchi o'rindagi harfimiz 2 qadam o'ngga so'lib almashyapti. Hokazo shu tartibda kodlangan ekan. Endi bizga berilgan so'zni ham ketma-ket surib kodlangan so'zni hosil qilamiz. Demak, M harfidan qadam o'ngga yursak, bu yerda N harfi. N. Keyingisi E harfidan 2 qadam. 2. S harfidan 3 qadam. 1, 2, 3 F. H harfidan 4 qadam. 1, 2, 3, 4. L. A harfidan 5 qadam. 1, 2, 3, 4, 5. Yana F.
Bu harfimiz O harfimikan? Oldi qadam o'tish kerak. Bir, ikki, yo'q, bu N harfi menimcha. N harfi ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 T. E'dan 7 ta sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. P. S'dan 8 ta sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K harfi. Kodlangan so'zimiz tayyor. Noma'lum kodlash usuli deyilsa, kodlangan so'zga qarab algoritmni aniqlab, shu bo'yicha berilgan so'zni kodlashimiz kerak. O'tamiz. Kompyuter so'zi Caesar shifri yordamida shifrlandi. Lotin alifbosida kalit so'zmi? K teng 4. Shifrlangan so'zni aniqlang deyapti. Kompyuter so'zidagi har bir harfni o'zidan keyingi to'rtta keyingi o'rinda turgan harf bilan almashtirib olamiz. S harfi birinchi. Bundan 4 ta sanaymiz. 1, 2, 3, 4. G. Keyin O harfi. 1, 2, 3, 4. S. M harfi. 1, 2, 3, 4. Q. P harfi ekan. Demak, P'dan boshlasak 1, 2, 3, 4. T. Keyingisi O harfi. 1, 2, 3, 4. Y. T harfi. T'dan boshlab sanasak 1, 2, 3, 4. X. Keyingisi E harfi. E'dan 1, 2, 3, 4. D. Keyingisi R harfi. R. 1, 2, 3, 4. Shifrlangan matnimiz tayyor bo'ldi. Bu demak A javobga to'g'ri kelar ekan. Endi buni yana ham tezroq javobini topish usuli, variantlarga qarasak, hammasining boshi bir xil kelgan ekan. Bir xillarini tashlab, faqat shu farq qiladigan harfni ko'rsak yoki orqadan kelsak ham bo'ladi. Orqadan kelsak ham 3 qadamda aniq bo'ladi qaysi javobligi. Keyingi shifrlash usulimiz Vigener Classic Symmetric shifrlash usuli yordamida shifrlangan so'zni toping. Bunda ham lotin alifbosi berilgan. Asl matn salom, kalit so'z omad. Demak, salom so'zini omad kalit so'zi yordamida Vigener usulida shifrlashimiz kerak ekan. Vigener shifrlash usulining formulasi bor ekan. Ya'ni shifrlanayotgan belgini hosil qilish uchun asl matndagi belgi bilan kalit so'zdagi belgini ikkalasini tartib raqamini qo'shib 26 ga bo'lib qoldig'ini olishimiz kerak. Ya'ni S harfi, asl matndagi S harfi
18 ga teng ekan. 18. Keyin A harfi 0 ga teng. L harfi 11 ga teng ekan. O harfi 14 ga. M harfi 12 ga teng. Jadval qilib yozishimiz kerak edi. Jadval qilib olaylik. Dash bitmasligi uchun. Endi kalt so'zdagi belgilarni tartib raqamini qo'yamiz. Demak, O 14 ga teng. 14. M harfi 12 ga. 2 ga. A harfi 0 ga. T harfi 3 ga teng. Endi kalt so'zdagi belgilar tugab qolsa, yana boshidan yozamiz. Ya'ni O'ning raqamini qo'yamiz. Endi bularni qo'shib 26 ga bo'lib qoldig'ini yozamiz. 18 ga 14 qo'shsak 22, 32. 32 ni 26 ga bo'lib qoldig'ini olsak 6. 12. 12 ni 26 ga bo'lsak qoldig'i yana o'zi 12 ni beradi. Ham 11. 26 ga bo'lib qoldig'ini olsak 11. 17. 17 ning o'zi. Ikkalasini qo'shsak 26. 26 ni 26 ga bo'lsak qoldi 0. Endi bu raqamlarga mos tepadagi alifbodan belgilarni qo'yib chiqamiz. Demak, 6 ga G, 12 ga M, 11 ga L, 17 ga R, 0 ga A. G, M, L, R, A. A variantimiz. A variant to'g'ri ekan.